Assalomu alaykum aziz obunachilar. Men androlog shifokor Hoshimov Nodir Nordiyevich. Bugun sizlarga o'g'il bolalar orasida juda ham ko'p uchraydigan kasalliklardan biri gidratseli, ya'ni mo'yaklarda suv yig'ilishi haqida batafsil ma'lumot bermoqchiman. Agar sizning farzandingizda pastki qismida shish yoki suv yig'ilishi aniqlangan bo'lsa, bu video aynan siz uchun. Gidratseli bu mo'yak pardalari orasida suv yig'ilishi bo'ladi. Ko'pincha yangi tug'ilgan chaqaloqlarda va kichik yoshdagi bolalarda bilinadi va tekshiruv natijasida mo'yaklarda suv yig'ilganligini oson aniqlab olish mumkin. Bu kasallik xavfli kasallik emas, lekin o'z vaqtida tekshirish va davolash muhim sanaladi. Nima uchun gidratseli paydo bo'ladi o'g'il bolalarda? Bularning sabablarini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchisi o'g'il bolalarda bu tug'ma, ya'ni homiladorlik davrida rivojlanish paytida mo'yaklar buyrak joylashgan joyda shakllanib paydo bo'lib, pastga qarab kichik chanoq bo'shlig'idan o'tib mo'yakka kelib tushadi. Shu tushish davomida teridan hisoblaganda mo'yaklarning ustida 7 qavat pardasi bo'ladi. Oxirgi oqsil parda bilan qin parda deyiladi, ruschasiga vлагалищная оболочка deyiladi. O'sha pardalar o'rtasida suyuqlik yig'iladi. Suyuqlik yig'ilishi o'sha qin pardani yaxshi bitmasligi, ya'ni qorin bo'shlig'i bilan mo'yak bo'shlig'i o'rtasida to'liq bitib ketmasligi natijasida paydo bo'lishi mumkin. Yoki homiladorlik davridagi homilador ayolda o'ta ko'p miqdorda yallig'lanishlar paydo bo'lishi, shamollashlar, virusli kasalliklar natijasida qonoq suvni ko'payib, homiladorlikdan keyingi davrda o'sha mo'yak bo'shlig'iga ham suvni ko'payishiga olib kelishi mumkin bu. Travmalar natijasida paydo bo'lishi mumkin. Ko'pincha bu katta odamlarda bo'ladi. Yoki demak anomalik xususiyatlardan kelib chiqishi ham mumkin. Qanday alomatlari bor? Alomatlari bu mo'yakda suyuqlik yig'ilganligini oson bila olamiz. Sababi ushlaganimizda hech qanday og'riqlar sezilmaydi. Qo'l bilan palpatsiya qilinganda yumshoqqina bo'ladi. Suyuqlikni demak qo'l bilan sezish mumkin. Ota-onalarning ko'pincha biladigan xususiyatlardan biri ba'zan paydo bo'lib, ba'zan yo'qolib turadi. Kichik o'lchamdagi gidratseli kasalligida suyuqlik havo sovuq bo'lgan paytda yoki bola cho'milib chiqqandan keyin vannada shunday holatlarda suyuqlik yig'ilishini ko'payganligini his qilishimiz mumkin. Uxlagan paytida, tinch bo'lgan paytda suyuqlik yo'qolib ketib, kamayib, xuddiki yo'qday sog'lom holatga qaytgan tasavvur ham odamda uyg'otadi. Tashxis qo'yish juda ham oson. Demak, oddiygina ultratovush tekshiruvda bunga tashxis qo'yish mumkin. Ko'pincha demak churra kasalliklar bilan birga qo'shilib keladi. Boya aytib o'tganimdek, qorin bo'shlig'i va mo'yak bo'shlig'i o'rtasidagi tabiiy teshikning yopilmasligi natijasida ba'zan o'sha suyuqlik bor bo'lgan mo'yak ichiga charvi tushib qolishi, ichak tushishi holatlari bo'lib, demak chov mo'yak churrasi bilan birga kelishi ham mumkin. Bunday holatlarda mo'yaklar o'lchamlari xuddi mana shunaqa rasmda ko'rsatilgan holatdagidek juda kattalashib ketishiga olib keladi. Davolash qanday bo'ladi? Davolash albatta birinchi o'rinda bolani 1 yoshgacha bo'lgan muddatda kuzatiladi. Ko'pincha kichik hajmdagi vodyankasi bor yoki gidratselisi, shu mo'yakka suv yig'ilgan holatlarda kichik o'lchamda bo'lsa, ba'zan so'rilib ketib yaxshi bo'lishi ham mumkin. Chunki boyagi qin pardalarini bir-biriga yopishib bitish natijasida bola 1 yoshgacha bo'lgan muddatda kasallikdan o'zi tabiiy ravishda xalos bo'lishi ham mumkin. Lekin katta o'lchamdagi mo'yakda suv yig'ilish holatlarida bu holatda jarrohlik usuli bilan davolash talab qilinadi. Jarrohlik usuli bu gidratselektomiya deyiladi. Chov sohasidan kichkina kesma kesib, mo'yaklarni tashqariga chiqarib, qorin bo'shlig'i bilan bog'lab turuvchi qin pardasini bog'lab kesib qo'yiladi hamda mo'yaklar o'sha yorg'a xaltasiga qaytarib tushiriladi. Shu bilan kasallikdan to'liq xalos bo'ladi hamda bartaraf qilinadi. Amaliyot ko'pincha umumiy og'riqsizlantirish ostida bajariladi yoki qon tomir ichiga, vena ichiga narkoz turi bor, shunaqa intervenniy anesteziya deyiladi. Shu orqali ham bajarish mumkin. Mahalliy anesteziya bilan bajarish imkoni yo'q. Chunki og'riq kuchli bo'ladi. Bolalar
ko'pincha yosh bo'lganligi uchun bunday og'riq ko'tara olmaydi. Qachon shifokorga murojaat qilish kerak? Bolangizda moyagida suv yig'ilganini bilganingizdan keyin, bola chaqaloqlik davrida siz aniqlagan bo'lsangiz, demak operatsiyani ko'pincha 1 yoshdan keyin amalga oshiriladi. Lekin 1 yoshgacha bo'lgan davrda quyidagi holatlarda esingizdan chiqarmang. Tez kattalashib shishib ketsa, og'riqlar paydo bo'lsa, qizarish paydo bo'lsa, bola bezovta bo'lsa, yig'lasa, tekkanda kuchli og'riq sezib bolada chinqirab yig'lash paydo bo'lsa, bu gidrotsel emas, gidrotselning asorati bo'lishi mumkin. Shuni esdan chiqarmang. Bu juda ham muhim. Sababi suv yig'ilgan moyakdagi pardalarning ichida moyak o'zini o'q atrofida o'ralib qolishi mumkin. Buni bizning tilimizda perikrut deyiladi, ya'ni o'zini o'q atrofida o'ralib qolib, u yerda qon kelmasdan kuchli og'riq beradi. Yoki yuqorida aytib o'tganimdek, moyak yig'ilgan xaltachaga ichak charvi, bola chinqirab yig'laganda, kuchanganda, ichi qotganda ichak kirib qolib yoki masalan charvi kirib qolib, u buralib qolishiga hamda u yerda moyak xaltasining shishib kattalashishiga olib keladi, qizarishiga olib keladi. Bunday holatlarda hech qachon ustidan yog' surish, uy sharoitida davolash qat'iyan man qilinadi. Darhol shifokorga, ya'ni urologga yoki bolalar urologiga murojaat qilish tavsiya qilinadi. Hozir men sizlarga ushbu amaliyotni operatsion xonadan ko'rsatib beraman. Operatsiyani bajarish etaplari, demak narkoz bo'lgan bolaning holati, demak operatsiya jarayonlarini qanaqa kechishlarini qisqacha videolarda sizga ko'rsatib beramiz. Ko'rib, siz uchun manfaatli bo'lsa, biz juda xursandmiz. Agar videomiz sizga manfaatli kelgan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz sizlar uchun bundan-da foydali hamda mazmunli bo'lgan videolarni doimiy ravishda chiqarib turamiz. Operatsion bola uchun maksimal darajada komfort bo'lishi kerak, ya'ni qanaqa ma'nodagi issiq bo'lishi kerak. Mana hozir ko'rib turganingizdek, bolaga intravenniy narkoz berilgan. Hozir demak chov sohasidan kesma-kesib ko'rsatamiz. Mana hozir bolachada mana o'ng tomonda moyagida suv yig'ilgan, mana aniq ko'rinib turibdi. Boya aytganimdek, bolalarda yotgan holatda, tinchlik holatda suyuqlik ichiga qaytib ketadi. Lekin kuchanganda, yig'laganda, sovuq bo'lganda ko'tarishi mumkin. Mana hozir bu yerda mana biroz suyuqlik bor, chap tomonga qaraganda sezilarli darajada bilinib turibdi. Demak, kesma mana bu chov sohasidan qilinadi. Barcha elementlar shu yerga olib chiqib, keyin moyak qaytarib joyiga tushib qo'yiladi. Kichkina chirog'i. Bu operatsiyani o'sha murakkablik tomonlaridan biri qorin parda juda ingichka bo'ladi. Mana hozir nozikkina pardacha. Shu pardani zararlamasdan ohistalik bilan urug' yo'liga yopishgan bo'ladi. Urug' yo'lidan ajratib olishimiz kerak. Ajratib olingandan keyin alohida boylab tashlanadi. Ko'pincha kriptarxizm, demak churalarda hammasida asos bir shu qorin pardani bo'ylashdan bo'ladi. Qorin pardani to'g'ri bog'lansa, kasallik 100% bartaraf bo'ladi. Gidotida deyiladigan narsa bo'ladi. Shuni albatta olib tashlash kerak, sababi bu o'zini o'qin atrofida o'ralib, keyin muammo chaqirishi mumkin. Hozir olib tashlaymiz buni. Kichkina pufakcha. Bu ayollar jinsidan qolgan erkaklar uchun ortiqcha rudimentar narsa bu. Qorin pardani alohida albatta tikish kerak, sababi tikmasdan boylansa ip sirpanib ketib, boshqatdan bolachada retsidiv bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta nina bilan biz boylab tikib qo'yamiz, qaytalanmasligi uchun. Operatsiyadan keyin mana shunaqa kosmetik chok qo'yib qo'yiladi. Mana moyakchasi joyiga tushdi, ishlari ketdi. Ham jinsiy olatida yopishgan joyi bor ekan, ochib qo'ydik. Xudo xolasa, bu ham muammosi hal bo'ldi.